Viktor har qanday xonadagi eng aqlli yigit bo'lgan. U o'zgacha edi. Oldinlari u mehribon va g'amxo'r edi. Endi bo'lsa, u sevgan hamma narsani undan tortib olishdi. Men uni o'zini yo'qotib qo'yganini bilardim. Lekin uni butkul singanini tasavvur qila olmas edim. Viktor, buni sen qildingmi? Sizlar hammangiz o'g'irlangan hayotda yashab keldingiz. Endilikda ularni hammasini qaytarishingiz kerak. Menga javob ber, Viktor. Buni sen qildingmi? O'chaman, men seni jahannamga ravona qilishimdan oldin mendan uni so'raysan. Jahannam menga bo'ysunadi. Chunki men Dumman.